Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi stanoklarimiz tayyor bo'ldi. Turba uchun stanoklarimiz. Bu yerda mana chok bosiladigan stanogimiz. Razmeri 1.30 lik. Turbani kantovga chig'iriqdan chiqarib, chokini solib bu yoqdan solinib, bu yerda shesternasi bor. Chokini bosib chiqarib yuboradi. 5 sekundda bitta turbani chokini bosib chiqariladi. Ilgariga o'xshab malatoyda dang'illatib urilmaydi. O'ta sifatli ham tez ishni bajaradigan stanogimiz. Reduktor motorga ishlaydi. Оборотлari me'yori tez emas, sekin emas. Motorlarimiz xudo xolasa garantiyali rossiyskiy motorlar qo'yganmiz. Bu yerda mana Lis-40 degan gelatina joyimiz. Bu tunikafon uchun ya turba uchun ishlatsa ham bo'ladi. Qog'oz, salafan kesgan ham ishlayveradi. Stanoklar garantiya beramiz xudo xolasa. Buni razmeri 1.30 lik bo'ladi. 1.25 likka moslab qo'yganmiz. Bu yerda valsovkamiz bor mana. Turbalar uchun burishtirib, qoniga dumaloq gul solish uchun ishlaydi. 4 ta nasatkasi bor mana. Ko'rishingiz mumkin, 4 ta nasatka. Almashtirma ishlatilaveradi. Bu yerda kantovkamiz bor. Buni razmeri 1.30 lik bo'ladi. 1.25 likka moslangan bu ham. Turbani chokini zamon bo'ladigan joyini chiqarib beradi. Bitta narsa aytib o'tamiz mana. Bu yerda metalimiz bor. Bu metalimiz purtdan bo'lgan. Metalimiz purtdan bo'lgan, uzunlik emas. Bel berib, yo bo'lmasam qiri yeyilib ish bermay qolmaydi. Bu yerda chig'irig'imiz bor mana. List dumaloq qilish uchun ishlaydi. Bu kantovkadan chiqqandan keyin bu yerga solib aylantiramiz. Esa dumaloq qilib beradi. Bundan chiqqandan keyin chok bosiladigan solamiz, buni aytib o'tdik. Turba shakli kelgandan, chok bosiladigan chiqqandan keyin turbamizni valsovkaga olib o'tamiz. Uchlarni burishtirib, qoniga dumaloq qo'yib solgani. Tirsaklarimiz bu stanokka solamiz mana. Garmoshka tirsak apparatimiz. Tishini 7 talik qilib qo'yganmiz. Bu yerda bitta razmer turadi. Bitta chiqarib aylantirib, bitta razmerga solinadi bo'ldi. Ilgariga o'xshab razmerni 2 marta, 3 marta surish shart emas. Bularni motorda aytib o'tamiz mana. Bu ham motorlarimiz, rossiyskiy motor obvodkasimiz. Kimga shunday stanoklar kerak bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqib ko'rasiz. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Hozir bir qator stanoklarni sinab chiqarib ko'ramiz. Chiqarish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. İşte doğrudan başlayamıyoruz. Riske çıkar bana. Detalimiz tayyor bo'ldi. Tirsak uchun turbani uzunroq bo'ladi. Bundan chiqqandan keyin bu yerda kartopkamiz bor. Kartopkaga solamiz. Chiqaramizda, mana shu holatga to'ldiramiz buni. Kartopkamiz mana shakl bosib beradi, choklar chiqadi. Kartopkadan chiqqandan keyin bu yerda chig'irig'imiz bor, biz dumaloq qilib beradigan. Qolamiz. Mana shakl yopib beradi mana. Biz dumaloq. Bundan chiqqandan keyin chok bosiladigan stanogimiz bor. Bu solish mana chig'iriqdan chiqqandan keyin bu yoqdan solinadi. Chok kiygizilib bir-biriga. Mana shu holatda beradi. Chokini bosib. Choklar o'ta sifatli chiqadi. Birinchidan, ikkinchidan shesterndan bo'lgan hisobiga qo'yib yubormaydi. Malatoyda urilganga qaraganda ancha baquvvat chiqadi. Bundan chiqqandan keyin mana go'sha chiqaradigan stanogimiz. Videoni boshida aytib o'tdik bularni.
joyi yo'q, xudo xolasa. Masalan, ko'chirib qo'ygan yo'q. Mana zo'r. Bunlar chiqqandan keyin mana so'ramiz. Qo'yganimiz bor. Shuni bukamiz mana tirsagimiz tayyor, xudo xolasa. Raskas ko'chirib qo'ygan yo'q, xudo xolasa. Cho'kirani yozib qo'ygan yo'q. Zavod talabiga javob beraveradi. Kimga shunday stollar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib garantiyali tayyorlab beramiz. Manzilni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi. Turba uchun va tunukaxon stollar tayyorlab chiqaradigan sex. Mana shu Yangiqo'rg'on Qo'qon yo'lini chetida turamiz. Manzilni aniq aytib o'tganimiz yaxshi. Ko'rgan odamga ma'lumotlar to'liqroq bo'ladi. Xudo xolasa mana Marg'ilon shahriga chiqarib olyapmiz.